hurmatli qarindoshlar. Sharq Turkiston Sirgindi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Baş ministerimiz Salih Xudoyer apandi Xitoy milliy gullanishni ishga oshirish g'oyasining ta'sirida tajovuzchilik qiladi dedi. Xonanlik 52 yoshlik Wang Jianxin atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partkom doimiy komitetining a'zosi, tashviqot bo'limining boshliqligiga tayinlangan. Tayvanda texnik ko'p bexatarlik tadbirlarini elish talab qilindi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatga sunamiz. Davlat manfaati xabar tori 3 yanvar kuni Xitoy bilan boshqa davlatlar o'rtasidagi jiddiylik Beijingning asosliq cho'ng kuch bo'lganligi uchunmi yoki uning o'zgacha ichki aloyiligi sababidanmi degan temani cho'rdigan bir maqola e'lon qilgan bo'lib, Amerikaning yaqinqi 2 navbatlik hukumati Xitoyning ichki siyosiy aloyiligi tashqi to'qinish paydo qiladi degan qarashni qabul qildi. Trump hukumati davrida davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Xitoy kompartiyasi Xitoyni kontrol qiladigan dunyoda Amerika va boshqa erkin davlatlarning bexatar bo'lmaydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Prezident Jo Bayden Amerika-Xitoy munosabatidagi krizisni Xitoy Xalq Jumhuriyatining mustabid siyosiy tuzumi bilan bog'ladi. Qandaqla bo'lmasin, Xitoy Xalq Jumhuriyatining o'zgacha davlat ichki siyosiy muhitining boshqa davlatlar bilan to'qinish paydo qiladigan 5 tarafi bor. Birinchi, bir favqulodda rahbarga huquqning haddidan ziyoda markazlashishi davlatni ofat xarakterlik siyosat qarorlarini chiqarishga tayyorlaydi. Ikkinchi, Xitoy Xalq Jumhuriyatining diplomatiya siyosati asosligi sohibxon ommaga markazlashidi. Xitoyning diplomatiyasining ko'pinchisi Xitoy millatchiligiga moyil. Xitoy Xalq Jumhuriyatining ichki siyosatining Xitoyning tashqi munosabatiga passiv ta'sir ko'rsatadigan 3-aloyiligi mangu bir partiya hukmronligi. Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumati o'zining tashqi siyosatining hech qaysisining kamtuk, xato yoki to'g'ri emasligini e'tirof qilmaydi. To'rtinchi, Xitoyning 5000 yillik tarixini ko'zda tutganda, bu chet el hukumatlari bilan to'qinishib qolishga ilhom beradi. Xitoy Xalq Jumhuriyatining mustabid hukumati siyosiy liberalizmni tahdid deb qaraydi. Xi Jinping hukumati erkin fikrini partiyaning hokimiyat monopoliga qarata xatar deb bekitdi deyildi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer apandi buningga inkos qaytirib, oddiylashtirib aytganda, Xitoyning tajovuzchiligi, Xitoyning texnik kengayish va birdan-bir dunyoviy kuch bo'lish nishoniga yuzlangan uzun yillardan beri davom qilib kelayotgan imperialist xohishi bilan ortgan milliy gullanishni amaliylashtirish orzusidan kuch oladi dedi. Xitoyning muhim kanallaridan biri bo'lgan atalmish Xinjiang gazetining 31 dekabr kunidagi xabarida aytilishicha, ilgari Tibetda uzun yil muxbirlik qilgandan keyin ilgari-keyin bo'lib xalq to'rining Beijingdagi va Chongqingdagi tarmoqining Xitoy Markaziy intizom tekshirish komiteti, Davlat reviziya komiteti, tashviqot bo'limining boshliqlik vazifasini o'tagan Xonanlik 52 yoshlik Wang Jianxin atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partkom doimiy komitetining a'zoligiga va atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partkom tashviqot bo'limining boshliqligiga tayinlangan. Wang Jianxin 2022 yili oktyabrda ochilgan Xitoyning 20 navbatlik partiya qurultayidagi Xi Jinping bergan dokladning yechimini yozgan Xitoyning muhim siyosatchilarining biri ekan. Boshqarilgan bomba uchun ishlatiladigan bir jihozning remont qilinishi uchun Xitoyga avatilishi Tayvanda texnik ko'p bexatarlik tadbirlarini olishni talab qildi. BBC xabarlarining 4 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Tayvanning Xisiyongfeng 3 paraxodga qarshi boshqarilgan bombani qo'yib berishni o'lchashda ishlatilgan optikalik asbob Yevropadagi ishlab chiqaruvchiga avatilgan. Tayvan taratqullarining xabariga qaraganda, u keyin Shandong o'lkasidan Tayvanga qaytarilgan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Beijingning hujumiga uchraganda Tayvanning mudofaasini kuchaytirishning yangi planini e'lon qilgan bo'lib, majburiy harbiy xizmat o'tashni 4 oydan 1 yilga uzartirishni o'z ichiga oladi ekan. Tayvandagi boshqariladigan bomba ishlab chiqaruvchi davlatlik Zhongshan fan texnika instituti bayonotida bu uskunaning Tayvan armiyasini ta'minlagan shirkat tarafidan Shveysariyaga avatilganligini, u yerdagi ishlab chiqaruvchining remont qilish uchun Xitoyning Qingdaodagi Osiyo asrash markaziga yo'llaganligini aytgan. Bu institut Yevropaga avatishdan burun ichki saqlag'ich kartasini elib etganligini, uskuna qaytarilgandan keyin uchur bexatarlik tekshirishi elib boradiganligini hamda uchurlarning oshkorlanib ketishidan ansirashning hojati yo'qligini aytgan. Bu Tayvanning boshqariladigan bomba programmasining bexatarligiga tunji qitim ko'ngil bo'lishi emas.
O'tgan yili Tayvanlik 2 ta'minlaguvchi o'rindan 3 kishi Xitoydan kelgan saxta boshqariladigan bomba zapchastlarini ishlatganlik uchun 4 yildan 10 yilgacha muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Xitoyning yuzini yuyadigan supun. Abduri Sarvi Husayn. Xitoyning yuzini oqartish harakatiga aktiv ovoz qo'shgan atalmish da'vo avangardlari dastlab 2019 yilning oxirida deyman. Demokratchi Xitoylarning orkestrligida Clubhouse'da necha ming kishilik uylarda yuzini yechib oldi. Necha ming odam kishilik necha sotkalab davomlashgan Clubhouse'dagi uylarda Uyg'ur aktivistlar demokratchi Xitoylar bilan birlikda kommunistik Xitoyga qarshi birlikda qurib, Xitoylarning Uyg'urlarning tartayotgan kunlariga qanchalik hissashlik qilayotganligidan iborat ta'sirli kartinani yaratdi. Orqadan bu ishlar xabarlarga chiqadi. Necha ming Xitoyning Clubhouse'da Uyg'urlarga hissashlik qilishining natijasida Xitoyda Clubhouse'ning cheklanganligi bosh tema qilingan bir xabar chiqqan edi. Bu xabarlarda shu Uyg'ur aktivistlar Xitoylarning Uyg'urlarga ko'rsatgan hissashligidan ta'sirlanib ketganligi to'g'riliq uzundilarmi bor edi. Musulmon do'stlarim Xitoylarning bu pidokorligidan ta'sirlanib ketib, menga telefon qilib, Xitoylarmi dardinglarga ko'ngil bo'ladigan, yolg'iz emaskansizlar deb ketgan edi. Clubhouse'ga bundaq o'ylarga kirsangiz, Uyg'urlarning chet eldimi Xitoylar bilan millatlar ittifoqligining ulgusini yaratayotganligini aniq his qilardingiz. Shu Xitoycha, inglizcha so'zlab guvohlik berayotgan Uyg'urlarning kim ekanligiga qarab ochiq kulib qo'yatdingiz. Ichinatdingiz. Chunki ular xalq alqishlayotgan aktivistlar qo'shinining atalmish sarxillari edi. Agar birov kelib shu atalmish sarxillarning shundoq ekanligi to'g'riliq so'zlasa ishonmas edim. Biroq bevosita shohid bo'lish, ular to'g'riliq, ularning harakatlari to'g'riliq o'ylanishimga turtki bo'lgan edi. Yana shu kishilar bu qitim demokratchi Xitoylarning namoyishlarida shampiylar faxrlanib turib, g'adiyib turib yuzini yechib oldi. Xabarlarga chiqib oldi. Buni sharafli xabarlarga qaranglar. Uyg'ur aktivistlar Urumchi o't ofatining qurbonlari uchun dasturgan Xitoy grajdonlariga afirin o'qidi. Kinoyalik yeri shuki, bu maqolaning avtori texi Uyg'ur. Yanada burunqi maqolalarga o'xshash ravishda bu maqolada Xitoylar Uyg'urlardan afv so'raydi. Uyg'urlar bo'lsa buningdan ta'sirlanib ketadi. Xitoyning maynat yuzini, qardab ketgan global imajini yuyadigan so'punni Uyg'urdan yasash nima degan oqilona chora. Demokratchi Xitoylarga, tunganlarga afirin. Uyg'urlar bilan Xitoylarning chet ellarda Xitoyning qurboni bo'lgan Urumchidagi Uyg'urlarga teng ta'ziya bildiradigan manzillarni barliqqa keltirish demak, Xitoyning global imajini yaxshilash demak. Vatan sirtidami millatlar ittifoqligini amalga oshirish demak. Uyg'urning 56 Junxo millatining biri ekanligini bozorga salmoq demak. Xitoyning asli vatan sirtidami Xitoy bilan birlikda qurib yurayotgan bu kishilar aslida tanqidlanishi. Gap anglamasa jamoatchilikning la'natiga qilishi kerak edi. Afsuski, Xitoyning maynat yuzini oqartish uchun supun bo'layotganlar bizda olqishlanadi. Mustaqillikni targ'ib qilayotganlar, shuning uchun kurash qilayotganlar yetim qoldiriladi. Sulaymon Go deganlar menga Li Shufudekli tuyuladi. Uyg'urlarni terrorizm iddiasi bilan yuqumlangan degan Wei Jingshengning bu gapini qilmayli qo'yayli. Demokratchi Xitoylar bilan harakat qilib, o'zlarining milliy qahramon obrazini tiklayotganlarni haqiqat uchun dasturib Xitoyga hurmatini bildiribdi-ku. Ularmi kommunist Xitoyga qarshi demang. Bu gapingiz bilan faqat o'zingizni aldaysiz xolos. Bir balasi bo'lmasa, quyruq tashda turarmidi? Xitoylar bir foyda manfaat ko'zlamasa, sizga qiyo beqib mo'salarmidi? Siz uchun sham yiqib o'milab yurarmidi? Shundoq aniq. Bu kishilar Xitoy kelgusida Xitoy demokratlashgan taqdirdami yanala bizni mustamlikada tutish uchun o'ynagan o'yinlarda rol olyotdi. Ko'pik chiqarib Xitoyning yuzini yuyotdi xolos. O'ylab baxtingizmi? Ular Xitoy uchun supun bo'lsa, biz uchun zada nima? Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni diqqat bilan anglag'anlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.